Fitna serialining ikkinchi mavsumi 30-qismi Mening yurtim telekanalida 2026-yilning 14-yanvar kuni soat 19:00 da namoyish etiladi va bu epizod voqealar rivojida muhim burilish bo'lishini va'da qiladi. Serial dastlabki daqiqalardanoq tomoshabinni keskin ichki ziddiyatlar va kutilmagan qarorlar bilan og'ziga tortadi. Fitna avvalgidek oilaviy munosabatlar va jamiyatdagi bosimlarni nozik tarzda ochib beradi. Qahramonlarning har bir harakati ortida aniq sabab borligi seziladi, bu esa hikoyani yanada ishonarli qiladi. Ayniqsa, ushbu qismda oldingi voqealarning oqibatlari chuqurroq ochilib, tanlovlar qanchalik qimmatga tushishi yaqqol ko'rsatiladi. Aktyorlik ijrosi tabiiy va samimiy, ortiqcha dramatizm yo'q, lekin his-tuyg'ular juda aniq yetkazilgan. Kadrlar rang tanlovi va sokin muhit orqali ichki keskinlikni kuchaytiradi. Dialoglardan ko'ra nigohlar va sukut ko'proq ma'no beradi. Ikkinchi mavsumning 30-qismi Fitna serialining kuchi aynan hayotiylik va psixologik chuqurlikda ekanini yana bir bor isbotlaydi va tomoshabinni keyingi voqealarni intiqlik bilan kutishga undaydi.